Assalomu alaykum. Bizga xona kerak edi. Pulimiz ham unaqa ko'p emas. Iloji bormi? Va alaykum assalom. Birov mehmonxonasiga xush kelibsizlar. Menimcha musofirga o'xshabsizlar. Xudo xolasa narxini chiroyli qilib beramiz. Aka tushunganingiz uchun rahmat kattakon. Puldan juda ham o'zi qiynalib turuvdik. Sal kamroq edi pulimiz. Aka o'zingiz necha kishisizlar? Mana kakras sherigimiz ham keldi. 3 kishimiz aka. 3 kishilik xona tayyorlab bering. Aka faqat mana shu bor pulimizni shuni olib qo'ying. Aka, pulingizni olib qo'yasiz. Birov mehmonxonasida bugun siz mehmonsiz hamda musofir ekansiz. Duo qilib qo'ysangiz bo'ldi aka. Aka rahmat kattakon. Bopladimmi? Sen qo'ymaysan lekin bari. Ketdi og'ayni. Men bilan yursang kam bo'lmaysanlar deya shunaqa. Menga qara. Nima aldading? Pulimiz bor edi-yu. O'rtoq yana boshlamagin. Eplaganini hop deb xursand bo'lmaysanmi? Pulimiz ekonom bo'lyapti. Anvar, o'rtoq bekor qilding-da. Birovning haqqini yeyish o'rtoq gunohi. Oldimizda pulimiz bo'lib turib, bermasak g'alati emasmi o'rtoq? Yana aldayapsan, musofirda yuribmiz. Haligi inson ham senga ishonib, musofir ekan, duo qilib qo'yadi deyapti. Unaqa musofirchilikdan bunaqa foydalanmaydi. Ushlama meni. Salla bilan yotmayman. Mayli alda, mayli kul. Qaytar dunyo, tayyor tur.